Odam alayhissalom bilan momo Havo onamizni Alloh azza va jalla yaratib jannatga qo'yar ekan, jannatda ularga hamma narsani yeyishlikka, iste'mol qilishlikka ijozat berdi. Qur'onda Alloh o'zi marhamat qiladi. Odam va Havo onamizni jannatga kirgizib, unda xohlagan narsasini yeyishlikka amr qiladi, ammo bitta daraxtni mevasidan yeyishlikdan qaytaradi. Wala taqrabu hadhihi shajara. Mana bu daraxtga yaqinlashmagin deydi. Shu daraxtga yaqinlashsa gunohkor bo'lishligini aytadi. Ya'ni azizlar, o'sha Alloh yema, Alloh qilma degan ish ana o'sha harom ish. Qaytarilgan ish. Odam alayhissalomni qarang, jannatda hamma narsa bor. Hamma narsa bisyor, lekin shayton vasvasa qildi. Yema degan narsani yegizdirdi. Natijada Odam alayhissalom bilan momo Havo onamiz Alloh yema degan o'sha daraxt mevasini yeb qo'ydilar va bular gunohkor bo'ldi. Nima bo'ldi shu holatda? Ularning avrati ochilib sharmanda bo'lib qoldilar, uyalib qoldilar va keyin avratlarini berkitishlikka daraxtdan barglaridan, shoxlaridan foydalandilar. Ko'pchilikning nazdida halol va harom tushunchalari shariatga muvofiq bo'lmasdan o'zini tafakkuricha bo'lib qolishligi bu musibat. Juda ham ehtiyot bo'lishlik kerak. O'zicha nimanidir harom va halol deb qo'yishlikdan. Ikkalasidan ham ehtiyot bo'lish kerak. Azizlar, inson bu dunyoga kelar ekan hammamiz Alloh azza va jallaga shukr qilib, Allohning bergan rizqidan bahramand bo'lib hayot kechiramiz. Taomlanamiz, kiyinamiz. Bu insonning ehtiyoji. Har birimiz mana shuning uchun hayot kechiramiz. Ammo mana shu yeyishligimiz, ichishligimiz, kiyinishligimiz halol bo'lmoqligi lozim azizlar.